Assalomu alaykum avtotime obunachilar. Bugungi avtorimizda BYD Champion 25-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi absolyutni toza. Mashinamizga qilingan ishlardan oldi risk zonasi polностью bronoplyonka bo'lgan, yaxshi to'rtta yumshoq oloni bor. Parogimiz bor. Shunday ko'rsatnomasi 11 oy. Yaxshi nakiftalarni toqib qo'yilgan. Yaxshi kovriklari bor. Salon qismini ko'rsatib o'taman. Salondan ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda. Bosib masofasi 31 ming kilometr. Panoramalari bor, full pozitsiyasi hisoblanadi. BYD Champion eng oxirgi pokoleniyasi Smart'da. Mashinamiz holati a'lo darajada. Polirovka, keramikalari ideal holatda. Kimga ushbu mashinamiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomerimizni qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bunaqa qulay va arzon mashina o'tkazib bermaslik uchun Telegram, Instagram, YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chempionimiz narxiga keladigan bo'lsak, chempionning narxi $28,200. Chempion qidirib yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Yaxshi niyat qilganlar like bosib qo'yasiz, sizlarga nasib qilsin.